Assalomu alaykum. Biz hozir Danli bo'shliklarda murojaati bor. Moskvadan turib murojaat qilyapmiz. Chetda hozir Food City Domodedovoda 23 ta fura yuki bilan turibdi. Bu yerda ba'zi birlari 14 kundan shag'i, 13 kundan shag'i, 5 kun bo'lgani ham bor. Bularning eng qizig'i hozir yuklarini qayerga tushirishda, kimga uchrab, kimdan pul olishni ham dash bilishmaydi. Kimga murojaat qilsang nima murojaatlaring bor? Murojaatimiz shundan iborat, bizga yordam kerak. Mana kelib mashina bo'lib turmasligimizga, mashina bo'lib sifatsiz yuk olib kelganmiz hozir. Bizga yuklab berishgan yerda. Borishgan 3 kunda tushadi deyishgan. Olib kelganmiz, yukimizni tushirgan yo'q. Yukni ochib ko'ryapti, klientga yoqmayapti, bazaga yoqmayapti. Aytga olib borib tur deyapti. Olib kelganda joyimizga qo'yib qo'yapti. Turibmiz. 1 so'm pulimiz yo'q, yegani pulimiz yo'q, salarkamiz yo'q. Mashinani hali endi 10 kundan beri ishlab turib salarkasi tugadi. O'shanga masjidda bizga kim yordam beradi, kimga murojaat qilishimizni bilmayapti. Mana shular murojaatga o'ylanyapti. Yordam so'rashyapti. Ilhom aka. Mana dispetcher bilan gaplashganmiz. Dispetcherga telefon qilsak, u klientga aytyapti, klientga telefon qilsak, men dispetcher bilan gaplashganman. Xo'p. Endi nima qilish kerak buni? Kimga arz etish kerak? Bizga o'sha jonivor bir kuniga 50 ta 60 ta salarka yoqsa, bu qandaqasiga qayerda oladi? 1 so'm yegani ham pul yo'q. Biz o'sha dispetcherlar yuklab bergan paytda bizga aytishganki 3 kunda tushirib oladi, 100%. Qayerda mana hozir 10 kun bo'ldi degan. Siz yukingiz to'g'risida hozir muammoni gapirdingiz. Yukingizda nima bo'ldi ochganingizda? Gazini chiqarganda nimadir bo'ldi dedingiz-ku siz? Men o'sha yerda o'zida O'zbekistonda o'zida ham gazini chiqargan ochni dokument bergan. Ochganimda qarasam, poltayda o'sha oqqani shirasi tushib qolgan ekan. Shuni bitta polta ochsam, o'sha boshidan o'zi. Mana hozir menda syomkalar turibdi. 4 ta piyoz shuni achigan chiqgan. Buni kim qaragan? Yerda klient ham yo'q edi, hech kim yo'q. Yerda dehqon bilan faqat o'sha ishchilar, o'sha apurga qilgan ishchilar bor edi xolos. Yukingiz chataq. Hozir muammo tushmayapti. Sizlarda nima muammo? Yuk tushmayapti. Yeb ichgani ham salarga gapirimiz qolmaydi. Birov xabar olgani yo'q. Javob berasan deyapti. Pul bersalarga uçib qoldi repsiya. Repga javob bersang bo'ldi sen deya. Salarga qo'yib beramanmi? Pulimizni qayerdan qo'yamiz? Siz o'sha aytilgan kunda olib kelib berib, aytilgan kunda turib bo'ldingiz. Pul ham tugadi, salarga ham tugadi, o'sdi. Ortiqchasi bilan turdik. Ortiqchasi bilan. O'zi 3 kunmi, necha kun? 48 soat. 48 soat. 6 kun ketyapti.